Assalomu alaykum barchaga. Chorva olami obunachilari hamda xonajin ishqibozlari. Mana bugun sizlarga har doimgidek Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan obzorimizni boshladik. Har doimgidek o'zimizni xonadonimizdan sizlar uchun bitta yaxshi xonajinimiz kelib qolganda sotuvga qo'yapmiz. Aka-ukalar, hafta kuniga dushanba 2026-yil 5-yanvar sanasida turibmiz. Demak, molimizni ma'lumotini berishligini boshlaymiz. Kurash chiqmagan, hali buzak, bo'yi 1.30 pilusida ham olaverasizlar. Asli 1.30 dan yuqori-yu, 1.30 ga beraveraman aka-ukalar. Hop. Aka-ukalar, buni dehqon akamizdan oldim. 4 oylik gumoni bor ekan. Qisir ham demayman, bo'g'oz ham demayman. Lekin men buni qisirga savdo qilib oldim. Tekshirtirmadim. Bo'g'oz chiqib qolsa, jonivor. Bo'g'oz chiqib qolsa baxtlaring. Qisirga savdo qilib olaverasizlar. Lekin 4 oy oldin buqaga qo'yilgan ekan. Lekin ko'rinishidan aka-ukalar bo'g'ozga ham o'xshaydi. Chunki yelinlari ko'chib qolgan. Buni sizlar uchun qiziqtirish emas, gumoni bor deb. Men ham borini aytayapman. Men ham shu narsaga oldim, shu narsaga sotaman. Aka-ukalar, kurash chiqmagan hali buzak, bo'yi 1.30. Narxiga 25 million kami bor. Mana bu, lekin yelinlari ko'chib qolgan. Aka-ukalar, mana bo'g'ozga ham o'xshayapti-da mol. Lekin tekshirtirmadim hali. Yeliningni ko'rsat jonivor. Mana. Ko'chganda yelinlar. Tortsangiz ham shira chiqyapti. Endi buni bo'g'oz desam, u qisir chiqib qolsa ham to'g'ri kelmaydi. Qisir desam, u bo'g'oz chiqib qolsa ham to'g'ri kelmaydi. Qisirga savdo qilib olsalaring ham bo'laveradi. Bo'g'oz chiqib qolsa baxtlaring. 4 oylik gumoni bor. Egasini aytgan gapini aytib sotyapman. Lekin men hali tekshirtirmadim. Bo'yi 1.30. Narxiga 25 million kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul. Aka-ukalar, shu bugun o'zida yetkazib borib beramiz, kelishib qolsak. 25 million kami bor. Ekranda nomerni ham qo'yib qo'yaman, 95li 059 33 36 nomeriga aloqaga chiqaverasizlar. Ekranda o'rtasiga like-ni bosib, aka-ukalar, like, kommentariyani bosib, o'z fikrlaringni yozasizlar. Bo'g'ozmi, qisirmi, shuni fikrlaringni yozasizlar. Jonivor. Fikrlaringni yozib qo'yaverasizlar. Bo'g'oz chiqib qolsa baxtlaring. Lekin mol yelingni ko'chib bo'lgan. Mana. Tortsangiz ham shira chiqyapti. O'zlaring uchun olgandan keyin tekshirtirib olsalaring, tekshirtirib olaverasizlar. Lekin qochmagan bo'lsa, buqaga qo'yib qo'ysalaring ham yaxshi mol bo'ladigan mol. 25 million kami bor. Obuna bo'lishni ham unutmaymiz. Telefon qilaverasizlar, aka-ukalar.